Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Bugungi 8-aprel 4-oy 2026-yilgi zapsini 2-davomi nusxasi 2-video. Soat hozir 07:46. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Siz yangilangan Konstitutsiya 60-modda asosida hurmat qilishga majburman. Lekin vijdonan emas. Men ko'rdim. Vijdonsiga qo'ng'iroq qilib ko'rdim, video orqali murojaat qilib ko'rdim, qo'l bilan yozib borib ko'rdim portal 1-xonaga. Lekin baraka topmadim. Sizni ham endi bor yo'g'i boshqalar kabi o'sha qo'l ostingizdagi qonunga bo'ysunmaydiganlar kabi sizni ham mana shu konstitutsiyamizda, siz yangilangan konstitutsiyamizning 60-moddasi asosida hurmat qilaman endi. YouTube'da men hammasini ko'rib bo'lyapman. Menga o'xshab xo'rlanganlar va sizga murojaat qilayotganlar va ular javobsiz qolayotganlarni ko'ryapman. Sizlarga nima? Fuqaroning dardi, murojaati, huquqi, hurmati, sog'lig'i bir tiyinmi? Unda sizlar bizga bir tiyin emasmisizlar unda? Siz samolyotda uchib sayohat qilib yurganchani qizingiz ekalaringizni ko'raman-da, men samolyotda qayerga borib kelganlaringiz. Sizda qizingiz Telegramga kirib olganman-da, men ko'ryapman-da. YouTube'da ko'raman, Instagramda ko'raman, sayohat qilib yurasizlar-da. Lekin xalqning dardini hal qilmaysizlar. Biz birinchi o'rinda, men shaxsan sizni aql o'rgatmay sizga o'zimni gapiray. Men inshaalloh prezident bo'lgan kunim birinchi xalqni ichida yuraman. Xalqning muammosi hal bo'lgandan keyin 5 yil o'tadimi, 100 yil o'tadimi, xalqning muammosi hal bo'lib, adolatli tizim, adolatli faoliyat, adolatli hayot bo'lgan kuni men chet elga chiqaman. Unga qadar chiqmayman. Menda chet elda pul pishirib qo'yibdimi? Menga chet elda nima kerak bor chet elga borib, unga borib boshqa narsa, bunga borib boshqa narsa gapirib. Avval xalqimni dardini eshitib, masalan, hal qilmasam. Inshaalloh men prezident bo'lgan kunim Allohimning xohishida men birinchi xalqning dardiga qarayman. Xalqaro miqyosda nima bor menga? Keladigan keladi, ketadigan ketadi. Ular qo'liga qarab qo'ygan osh qo'ygan joyimiz yo'q biz davlatimizni. Davlatimiz qashshoq bir kambag'al emas. Garchi xalqimiz ahvoli mana bunaqa ahvol bo'lsa, har tomonlama. Sizlarga yoqmaydi gapim. Sizlarga nima qilishim kerak? O, великий наш президент, господин Mirziyoyev Shavkat Miromonovich deb aytishim kerak sizlarni. Shunaqami? Kechirasiz. Bu qonun asosida aytgan so'zim. Yana bir marta aytaman, kechirasiz. Yana bir marta aytaman, kechirasiz. Qachon dardini tushunasiz? Qachon bu xalqning masalasini to'g'ri hal qilasiz? Mana bu bayroq, bu quruq lattami? Sizlar uchun latta bo'lsa, musul bo'lsa, bir tufurga kerak axlat bo'lsa, lekin men uchun bayroq. Men uchun bayroq. Bu bayroqni men yaxshi ko'raman. Mana yaxshi ko'raman. Ko'k, qizil, oq, yashil. Bu berilgan ichidagi yulduz bayroqlar hammasi sizlar uchun bir tiyinmi? Sizlar uchun ahamiyatsizmi? Nahotki shunchalik ahamiyatsiz sizlar uchun? Davlatimiz gerbi biram chiroyli chizilgan. Men o'zim rassomman edim, rasm chizardim. She'r yozaman. Men ijodkorman. Men har bir narsaga ziyraklik bilan e'tibor beraman. Zukkolik bilan. Mana bayrog'imizni ko'rib havas qilaman, gerbimizni ko'rib havas qilaman, madhiyamizni eshitib havas qilaman. Sizdan qilayotgan ishingizni ko'rib nafrat qilaman. Bu amalga chiqdim. Men endi yig'ishim kerak. Mol davlat. Men endi o'zimni o'ylashim kerak. Men bu lavozimda butun umr abadiy qolishim kerak deb rahmatli prezidentimiz Islom Abdug'anich Karimov o'sha faoliyat olib bormoqchimisiz? Men YouTube'da eshityapman.
Qizingiz tayyorlayotgan ekan prezidentlikka. Bilib qo'ying, Allohda aytgani bo'ladi, sizlarning emas. Agarki sizlar o'sha niyatlaringiz amalga oshib, siz prezident bo'lsangiz, biling, bu davr sizlarga Alloh tomonidan sinov, sizlar endi qanday ishlaysizlar ko'radi. Lekin men inshaalloh prezident bo'laman. Men o'sha bu niyatimdan qaytmayman endi. Agar mana shu niyatimni qaytarish uchun menga qanaqadir hujum bo'lib, hayotimga suiqasd fitna bo'ladigan bo'lsa, bajondir. Bu dunyo u dunyo jinoyatchi gunohkor bo'lib yozilasizlar yaqin va Allohning nazariga hamda bu dunyodagi O'zbekiston tarixidagi qatorlarga. Shunda kim bo'lasizlar sizlar? Shu 5 kunlik dunyoda, shu 5 kunlik shu lavozim amali bilan hukmdorlik ila hukmronlik qilishni ma'qul ko'rdingizmi shunday o'zlaringizga? Aytingchi, hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, siz mana shunday faoliyatni olib borsangiz, aynan men o'zimda aytib, boshqani qo'yib turay, men pasayib boramanmi? Men aksincha rivojlanib boraman, faollashib boraman, kuchayib boraman. Murojaatim ham bunday kuchli bo'lib boraveradi. Qachon menga telefon qilasiz, masalan to'g'ri hal qilasiz, men keyin siz bilan ana shunday ochiqcha gaplashaman. Lekin hamma ham xalqimiz, vatandoshlarim, ya'ni menga o'xshagan qo'sh turmushda xo'rlanib kelayotgan mazlum vatandoshlarim chiqsa chiqadi, lekin boshqalar chiqmaydi. Hamma xavotirda. Umuman ishlaringizda shariatga, qonunga, vijdonga, mantiqqa asosli to'g'ri harakat qilyapsizlar deb o'ylamayman. Agar ayting qaniman, ko'rsatib beray. Men shaxsan sizni hozir aytaman. Nega Konstitutsiyamizning 40-34 siz yangilagan moddalarga amal qilmaysiz va qo'shimcha bu moddalarga ilova sifatida aytib o'tmoqchiman. Konstitutsiya, ya'ni siz yangilagan Konstitutsiyaning 23 va 62 moddasiga ham nega bo'ysunmaysizlar, nega amal qilmaysizlar? Nima sizlar uchun bu qonunlar qachon fuqaro qonun buzsa ishlatiladi, u haq bo'lsa, nohaq bo'lsa, sizlarga nisbatan bo'lsa ishlatilmaydi-da. Sizlarga murojaat qilsa bo'lmaydi. Shaxsan sizning nomingizga, prezident degan lavozimli nomingizga men boshqa murojaatim qo'yib turib, faqat 10.00 ga qilgan murojaatim aytay, salkam 200 ta murojaatimga birontasiga bir marta qo'ng'iroq qilmadingiz. Menga javob xat ham bermadingiz. Ey fuqaro, men qo'pol gapiray, sizni mana bu takabburlik, mana bu sizni kibrlik, mana bu lavozimli, obro'li tomoningizni o'ylab, sizni tilingizda gapiray o'zimga. Nima qilish kerak? Ey fuqaro, tinchligim nima bo'ldi? Nima muammo qilib yuribsan? Nima kerak buni qo'yishdi? Qisib yursang bo'lmaydimi? deb ham telefon qilmadingiz menga. Men shunday aytardim sizga, kechirasiz. Sizga murojaat qilmoqdaman, eshitasizmi derdim. Lekin sizga o'xshab, nega menga daqdaq qilyapsiz? Nega menga baqirasiz demasdim men. Chunki men tayyorlanganman. Shariatga, qonunga, vijdonga, mantiqqa asoslanib harakat qilishga tayyorlanganman. Lekin sizlar kabi qonunga tupurishga emas, yoki fuqaroni oyoq osti qilishga emas. 5 bormi bir xil emas. Fuqarolarning ichida ham men ko'rdim, sizlarga xizmat qiluvchi paxtakorlar bor. Sizlarga sadoqatli, qonunga xiyonatkor, davlatga, xalqqa xiyonatkor. Lekin men bilan sizga o'xshab davlat xoini demayman. Kimni davlat xoini deyman? Amalda o'tirib, poraxo'rlik qilgan, tanish-bilish qilgan, jinoyat qilgan, jinoyatlarni yashirgan insonlar, amaldorlar, o'rxon shifokorlarni men davlat xoini deyman. Kuni kelib inshaalloh prezident bo'laman. Allohga tavakkal qildim. Amin. O'sha kuni men hammalaringizdan bir hamma ishingizdan
5 yillikdan 10 yillikgacha qilgan har bir delo ish materiallaringizni ko'tarib yoz deyman. Mana bu gunohing, mana bu jinoyating deb hammasini yozdiraman. Butun efir, butun xalq ko'radi. Efirda butun xalqqa ko'rsatib o'sha ishni qilaman. Erinmayman men. Men mana shu kungacha erinmasdan kurashib kelyapmanmi? Ignaday narsani ko'tarib, katta bir atom bombaday narsani ko'tarib, yig'ib saqlab, terib, hammasini tayyorlab kelyapmanmi? U narsalar menga short emas endi. Meni o'zlaringiz tayyorladingiz. Hali menga o'xshagan qancha xalqni tayyorlaysizlar sizlar? Nega? Qayroq yegan pichoq o'tkir bo'ladi. Lekin qonunga bo'ysunmagan jinoyatchi, gunohkor insonlarni ketkiri bo'ladi. Aql bilan ish qilish kerak, jahli bilan emas. Nega bunday qilasizlar? Meni YouTube'dagi videolarimni ko'rayotgan juda ko'p boshqarmalar bor. Juda ko'p. Xullas O'zbekiston Respublikasining yolg'on bo'lmasa tegishli amaldorlari, o'rin xodimlar, shifokorlarni o'sha bilasizmi, nechtasi ko'rdi o'sha. Men hozir oddiy qilib aytay, 10% ko'rdi deb aslida ko'p ko'rdi. 10% ko'rgan o'sha sizda qo'l ostingizda buyruqqa bo'ysunuvchi xodimlaringiz, shifokor va amaldor o'rin xodimlar bironta sizga xabar bermadi. Sizni qarindoshlaringiz, sinfdoshlaringiz, kursdoshlaringiz yoki boshqa, ular sizga yaqin bo'lgan insonlar, sizga qo'ng'iroq qiladigan, sizga yuzma-yuz keladigan xodimlaringiz ham hattoki bironta sizga aytmadi. Ma'ni yoki boshqa fuqarolarni. Men ko'ryapman, o'rin xodimlar qanday qilyapti. Syomka qilyapsa, kuragi bilan syomkani to'sayapti. Bir jurnalist qizdi. Bir syomka qilibdi, gay telefon olib qo'yapti. Xuddi men ko'rgan narsalar bo'lyapti. Yo'q, bizda madaniyat, muomala, hurmat yo'q fuqaroga nisbatan. Faqat zo'rlik, zo'ravonlik, zug'um, bosim, tazyiq hamda hukmdorlik ila hukmronlik qilish davom etyapti. Men endi tushundim sizlarni. Sizlarning ish faoliyatlaringiz umuman qonunga, shariatga, vijdonga, mantiqqa zid ekanligini men ham ko'ryapman. Xalqimiz ham ko'ryapti, vatandoshlarimiz. Qachongacha davom etadi bunday adolatsiz ishlar? Ma'ni yo'q qilgan bilan butun bir xalq yo'q qilolmaysiz. Butun bir xalqni jilovlab qachongacha eshak qilib minasiz? Bizning xalqimiz sizga eshak emas, inson. So'zlaringiz bor sizlarni, yozib qo'ygansizlar ko'p joylarga. O'zbekistonda aziz inson degan masalada so'zlaringiz bor. Siz nima dedingiz prezident bo'lib saylangandan keyin? Xalq amaldorlarga emas, amaldor xalqqa xizmat qilish kerak va haligacha davom etyapsiz. Hammang xizmatkorsizlar deb, xalqqa deb. Lekin kim xizmat qilyapti xalqqa? Buzib tasha, yupi bilan ko'mib tasha deyapti. Ana bir hokim. Juda ko'p narsalar bor, ular aytadigan bo'lsam. Vaqt yetmaydi YouTube'da. 15 minutga oshmaydi qabul qilish minuti. Mayli, biz sabrli, chidamli va menga o'xshagan kurashadigan, vijdonli, to'g'ri kurashadigan, yolg'on tuhmat aralashtirmasdan diktafon bilan kurashadigan, diktafon bilan fuqarolar, sizlar orqa uzun tashlagandek biz ham orqa uzun tashlab yuraveramiz. Buni maynavatchilik deydi. Temirni qizig'ida bo'lish kerak. Hamma narsa o'z vaqtida hal qilish kerak. Qonunni, shariatdan, vijdonni, mantiqan to'g'ri hal qilish kerak. O'zlarini kirdi ko'rib jinoyatni yashirish uchun emas. Ha, 3-chi davom etaman.